Boylar kasali deydi. Qandli diabetni. Qandli diabet bu kasallik ko'pchilikda umrbod surunkali deb sanaladi. Qandli diabetda birinchi, ikkinchi turlari bor. Birinchi turlarida, demak, birinchi turida oshqozon osti bezi umuman ishlamay qolib, insulin chiqarmay qo'yadi va sizni tashqaridan insulin olishingiz o'sha inson doimiy shunga mahkumday. Xuddiki uni sahari juda ham qanti ko'tarilib ketadi, 25 nechigacha ko'tarilib ketish ehtimoli bor. Ikkinchisida yaxshi ishlamaydi yoki ishlasa ham yaxshi qabul qilmaydi insulinni, o'sha bizni shakarimizni erishi va energiyaga aylanishi kerak bo'lgan manbalarda o'xshamay yaxshi ishlamay qolish oqibati bo'ladi. Endi kimdir ikkinchi o'rindagi odamlar aytadiki, saharim oshyapti, demak, menda qantim oshyapti, demak, energiya bor, o'sha narsani ishlatmayapti u degani. Bunday qaraganda hozir shakarda ayniqsa ko'pincha bog'lab qo'yishadi. Shakar yemagin, shakaring oshib ketadi. Lekin shunaqa holatlar bo'ladiki, azizlar, mushuklar ham kerak bo'lsa qandli diabet bilan aziyat chekadi. Bu haqda eshitganmisiz? Ular umuman shirinlik yemaydi. Umuman shakar yemaydi mushuk, lekin uni qanti oshadi. Yoki boshqa jonivorlarda shunaqa holatlar bo'ladi. Endi mana farzand bolalarda bo'ladi, ayrimlarida. Avvalo Xudo saqlasin farzandlarimizda qandli diabet bo'lishini, lekin tug'ilgan bolalarda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, u shakar yemaydi, lekin unda o'sha qanti oshib ketadi. Hozir bizda mana shu biznes deymiz, fruktozaga aylantiramiz va uni keyin fruktozani ishlatishingiz mumkin, shirinliklarga yeyishingiz mumkin, bunaqasiga deb turib boshqa tomonlama har xil yo'llarni izlab topishadi. Aslida shakarga aloqasi yo'q holatlar bo'ladi. Bu bizni psixikamiz bilan bog'liq. Men shunday bir insonlarni bilamanki, tadbirkor, zo'r qilib sexini ochgan, g'isht-zavodlarini ochgan va ma'lum bir holatdan keyin u sherik topgan, boshqa joyda ochamiz degan, tadbirkorligi rivojlanmagan, bankrotga ketib qolgan, orqaga ketgandan keyin nima qilgan? Stressga tushgan. Unda krediti bor, qarzlar bor, qarzlarni so'rab kelishavergandan keyin unda doimiy ezilish natijasida unda qandli diabet hosil bo'lgan va qandli diabetdan o'chib qolmasdan kerak bo'lsa oyog'i yarasi bitmaydigan darajagacha ketib oyog'ini kesishga ham majbur bo'lgan holatlar bo'lgan. Endi men buni nima uchun gapiryapman? Qandli diabetda ayrim odamlarda fe'li, atvori, ana shu stress holatlari, harakat kam, siqilish ko'p. Avvallari nima bo'lardi? Ana shu jang qilish kerak bo'lganda tabiat, masalan, bir-biri bilan urushish kerak bo'lgan paytda 1 minut, 2 minut, 3 minutda hayvondan qochish kerak. Ana shu paytda insulin kamayadi, shakar miqdori oshadi, bu degani glyukoza oshadi, energiya ko'payadi va odamda harakat kuchayadi va u energiyani sarflash kerak o'sha hayvondan qochganda yoki bir yirtqichdan qochganda. Lekin u narsa o'tib ketgandan keyin yana normaga aylanib qoladi. Ya'ni yana insulin ishlab chiqarishni boshlaydi, yana saharda normalizatsiya qilishni boshlaydi, mana shu ishlarni qilishni boshlaydi. Lekin hozirgi zamonda bizda ana shu surunkali stress, surunkali kurashish, surunkali miyada aylantiraverish, deb aylantiraversa, haligi aytganimizdek, kimdir 3 minutda hal qilish kerak bo'lgan narsasini kimdir haftalab ko'tarib yursa, miyasida, ichida qisilish, ichida spazm, oshqozon osti bezi spazmirованный, undan keyin o'sha sahar miqdori, qand miqdori oshib ketgan, harakat kam, siqilish ko'p, bizda asabiylashish ko'p, harakat kam. Ikkinchi toifali insonlarda energiyasi ko'p, ikkinchi tip. Ular harakat qilish kerak aslida. Harakat qilish kerak. Shuning uchun bir tomondan buni haliga aytishadi, boylar kasali deydi. Qandli diabet debdi. Ya'ni harakat kamu, o'ylov ko'p, hamma narsasi bor, lekin energiya haligi joyda qanaqa ishlatishni bilmaydi, oxiri keyin qon miqdorida o'sha ortib ketib, lanjlik, holsizlik yoki mana shunaqa salbiy holatlar kutiladi. Ko'p tadbirkorlarda, ko'p biznesmenlar, men yana bittasini bilaman, ana shu unda sahari bor. U kechasi bilan nazorat qilish kerak, hamma narsani boshqarish kerak. Ya'ni shirinlik bor, lekin kirgizmayapti ichiga.
hayotda shirin quvonchni qabul qilmayapti. Ana shu holat psixikasida, psixosomatikasida u hamma narsani boshqarmoqchi, hamma narsani kontrol qilish kerak. U aytganidek bo'lmasa bo'lmaydi, hamma narsani tepasida o'zi turish kerak. O'zim. O'ziga nisbatan juda katta haligi ishonchsizlik, atrofdagilarga unchalik ishonmaydigan bo'lib qoladi. Ana shunaqa xarakterli odamlarda ham sehr juda yuqori bo'ladi. O'zim qilishim kerak deb o'ylaydi. U boshqalarga delegirovать qilishni, boshqalarga berishni, ishlarni taqsimlashni va o'zi erkinroq qo'yib qo'yishni va hayotdan lazzatlanish, huzur qilishni o'ziga ruxsat bermaydi desak bo'ladi. Shuning uchun biz mashg'ulotlarda aynan mana shu tomonlarni ko'rib chiqamiz. Avval uni jismoniy tomonlama, oshqozon osti bezini ishlatish kerak. Uning uchun maxsus psixofiziologik mashqlar bor. Undan keyin uni ongi bilan, qalbi bilan ishlash kerak. Uni o'tmishidagi har xil agressiyalar, har xil ichidagi siqilishlar, doimiy kurash, konflikt. Ikki xil odam xuddiki bor-da. Bittasi g'ijinadi, sehr ko'tariladi, bittasi spokойный, sehr tushadi. Xuddiki undan bunga o'taveradi. Ikkita lichnost, ikkita shaxs bitta tanada. Ana shu paytda oshqozon osti bir ishlaydi, bir ishlamaydi, bir ishlaydi, bir ishlamaydi. Bir vaqt qarasangiz sehr normada, bir vaqt qarasangiz sehr ko'tarilib ketgan. Qand ko'tarilib ketgan. Ana shuning uchun mana shu holatni ichimizdagi konflikt, nizoni uyg'unlikka keltirish muhim bo'ladi. Undan keyin bizni ovqatlanish ratsionlarimiz, shakarga qul bo'lib qolish degan narsa bor. Xuddiki shakar bo'lmasa bu odam yashalmaydi. Xuddiki narkomanga o'xshab. Agar men yemasam shakarni, hamma unga aytadi, shakar yemaslik, ha men yemayman deydi-yu, va'da beradi o'ziga. Va'daboz bo'lib qoladi xullas. Ana shu energiyani faqat shakardan olaman deb o'ylaydi. Agar bu inson hissiyotlarini to'g'ri sozlab, ichida nimadandir, boshqa narsadan ham energiya olsa bo'ladi deb turib va energiyani qanday qilib to'g'ri taqsimlashni ichida mashq qilsa, organizm juda zo'r holatga keltiradi. Buning uchun bizda mashg'ulotlarimiz bor. 10 kun mashg'ulotlar ichida qanday qilib ham jismoniy holatini, ham hissiyotlarini, ham bu tomonlama energiyani, maqsadlarni, qayerdan keladigan istochnik, o'sha hayot tarzini to'g'rilashni va mana shu 10 kun ichida 20 dan 7,5-8 ga tushadi. Shunaqa holatlarni biz ko'p uchratamiz. Kerak bo'lsa, o'sha misollarda ham aytadi, bizda ana shunday sehr normalizatsiya bo'ldi. Nimaga? Ham tanada, ham ongda, ham qalbda, ham hayotiy maqsadlarida. Ana shu narsani uyg'unlikka keltirishimiz uchun siz bilan biz mashg'ulotlarda onlayn, offlayn tarzda shug'ullansak bo'ladi. Buning uchun siz quyidagi mana bu описание bor, pastda o'sha yerda Google forma bor. O'zingizni to'ldirsangiz, qaysi tipdasiz, qandli diabet kimda bezovta qiladi va qanday qilib men chiqsam bo'ladi degan savollarni siz o'sha yerda yozsangiz, biz sizga o'zimiz aloqaga yordamchilarimiz chiqadi va siz bilan mana mashg'ulotlarda birga boshlaymiz. Men trener sifatida, ham psixolog sifatida, ham jismoniy, ham ruhiyatni mashg'ulotlarni o'tkazuvchi 22 yillik tajribamdan kelib chiqib, siz bilan ana shu yo'nalishda mashg'ulotlar olib boraman. Ham jismoniy tomonimizni, ham ichki hissiyotlarimizni 10 ta yo'l deymiz. Ana shu 10 ta yo'l bilan boramiz azizlar. Agar savollaringiz bo'lsa, albatta izohda o'z fikringizni qoldiring. Siz bilan keyingi efirlarda ko'rishguncha.